Logaritm mavzusi juda ko'pchilikni qiynaydi va hozir biza ko'radigan darsda buni hammasini cho'tka qilib tushuntirganman, lekin undan oldin bitta narsani aytishim kerakki, u darsimiz boshqa bitta matematika dasturidan o'zi olingan. Ya'ni mana boshqa kursimdan olingan. Shuning uchun ham dars davomida misollarni yoki bo'lmasam formulalarni aytadigan bo'lsam, ularni hammasini Telegram kanalimga yuklab qo'yganman. Shuning uchun ham pastda Telegram kanalim bor. U yerga o'tib, podpiska tashlab qo'ysanglar, u yerdagi fayllar bor. Shuning uchun ham darsni ko'rib olib, keyin kanalga podpiska tashlasanglar bo'ladi. Unda darsimizni boshlaymiz. Sizga ham maroqli tomosha tilab qolaman. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda meni yoqtirgan eng zo'r mavzu bu albatta logaritmlarni o'rganamiz. Bugun boshlaymiz va xudo xolasa hammasini bugun o'tamiz. Har doimgidek mavzuni kichkina qilib olib, darsimizni sekin boshlasak bo'ladi. Logaritmlar o'zi nima haqidaligini biz hozir ko'rib chiqishimiz kerak. Albatta uni ko'rgan bo'lishingiz mumkin va bilishingiz ham mumkin. Va albatta bilsangiz bu takrorlash bo'ladi. Bilmaydigan bo'lsangiz biz yangi narsa o'rganar ekanmiz. Bitta narsani tushunib olishimiz kerak. A ni x-inchi darajasi bizada b ni beradi, biz tushunardik. Ya'ni qaysidir sonning nechinchidir darajasi bizada b ni beradi. Ya'ni masalan 2 ni kubi bu bizada 8 ga teng deb biz ayta olamizmi? Albatta ayta olamiz. Va endi shu ko'rinishda logaritmni logikasini hozir tushunib olishimiz kerak. Logaritmni a asosi bu bizada b bo'lib, uni javobi x ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi formatni ko'rdingiz. A ni x-inchi darajasi nimaga teng degan savolga biz javob beramiz. Ya'ni savol va javob logikasida qaraylik. Ya'ni bu yerda savol nima edi? Javob nima ko'rinishda chiqdi. Ya'ni 2 ni 3-chi darajasi nimaga teng degani bizda 8 degan bo'ldi. Endi bu yerda sekin boshqacha ko'rinishda qaraymiz. Ya'ni logaritmni a asosida b x ga teng. Bu nima degani? A ni nechinchi darajasi bizda b ni beradi. Ya'ni a ni nechinchi darajasi, ya'ni javob imенно nechinchi darajasi bizda b ni berishini biz topishimiz kerak. Ya'ni biz hozir bu yerda logaritm ikkinchi asosda 8 deydigan bo'lsak, bu bizda 3 chiqishi kerak. Tushunarli? Ya'ni bu yerda aynan bizda son beriladi va uni javobi beriladi. Endi u nechinchi darajada shunga borishini biz topishimiz kerak bo'ladi. Va bu bizda logaritmning eng asosiy logikasi shundan iborat bo'lar ekan. Buning uchun oddiy ko'proq tushunishimiz uchun ko'proq praktika qilib olsak, masalan, logaritmni ikkinchi asosda 32-si bu bizada 5 ga teng deb olamiz. Nima desa, 2 ni 5-chi darajasi bizada 32 ga teng. Va hokazo shu ko'rinishda ketaversak bo'ladi. Masalan, logaritmni 3-chi darajasi 81 ga teng. Bu nechinchida 3-chi asosi darajasi emas, logaritm asosida 3 81. Bu bizada 4 ga teng. Demak, 3 ning 4-chi darajasi 81 ga teng bo'ladi. Va hokazo shu logikada ketaveramiz dalcha. Xo'p, bularni tushundik. Asosiy ma'nosini tushundik. Yana nimani ko'rishimiz kerak? Bizda buning uchun ancha-muncha narsalarimiz bor. Birinchi o'rinda biz mana bu logaritm a, b, x ni bu yerga olib olaylik. Logikani tushundik. Endi bu yerda bizga kerakli bo'ladigan domainni ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni bizda nimalar juda muhimligini ko'rishimiz kerak. Birinchi o'rinda biz shuni ko'rishimiz kerakki, b katta bo'lishi kerak 0 dan. Va qo'shimchasiga pastdagi a ham 0 dan katta bo'lishi kerak va a bizda albatta 1 ga teng bo'lmasligi kerak. Nima desa 1 bo'ladigan bo'lsa, bizda javob o'zi qanaqadir g'alati bo'lib qoladi. To'g'risini ayting. Nima desa birinchi asos, nima desa 1 ni xohlagan darajasi bizda 1 ga teng. Biz hozir logaritmni birinchi darajasida nimadir berishimiz qiyin. Masalan, 12 deb biz buni ishlay olmaymiz. Nima desa ishlash qiyin. Nima desa hech qachon 1 ning nechinchidir darajasi hech qachon bizda 12 bo'lmaydi. Shu sababdan shunaqa. Va shuning uchun ham buni ham alohida narsa deb yozib ketsak bo'ladi. Bizda 3 ta nima desak bo'ladi? O'zini criteriyasi bor, ko'rasiz. B 0 dan katta bo'lishi kerak, ya'ni body qismi. A ya'ni asosi bizda 0 dan katta bo'lishi kerak yoki 0 ga teng bo'lmasligi kerak. 1 ga teng bo'lmasligi kerak. Shu ko'rinishda 3 ta bizda kriteriya bor. Endi bularni ko'rishimiz kerak. Endi albatta agarda bizda birinchisi logaritm a asosida a bo'ladigan bo'lsa, javobimiz 1 bo'ladi. Nima desa, xohlagan sonni birinchi darajasi bu shu sonni o'zi. Shu sababdan shu ko'rinishda bizda javob chiqadi. Ikkinchisi aynan shunga o'xshaydigan narsa, bu agarda logaritmni a asosida bu yerda 1 bo'ladigan bo'lsa, javobimiz 0 chiqadi. Nimaga desa, xohlagan sonni 0-darajasi bizda 1 ga teng bo'ladi. Bu yerda aytayaptiki, a sonni nechinchi darajasi bizda 1 beradi. Shunaqa logika.
Keyingisi Keyingisida biz albatta buni hozir formatlarini o'rganishimiz kerak. Agarda biz logaritm 10 asosda a deydigan bo'lsak, buni boshqacha ko'rinishda ham yozsak bo'ladi. Buni srazu LG deb yozsak bo'ladi. LG A deb yozishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa ko'p takrorlangan, ko'p ko'riladigani bu shunchaki log deb o'zini yozib ketamiz. Log A deb yozib ketiladi. Va bu yerda ko'pincha adashmaslik uchun albatta qavs yozib qo'yganimiz ham yaxshi bo'ladi o'zi. Endi qaysi format qayerda ishlatiladi? Bu ko'pincha bizda albatta o'zimizning maktablarda va shu SNG davlatlarida ko'p ishlatiladigan format. Logni o'zi bo'lsam SATda yoki bo'lmasa West matematikasida va Amerika matematikasida log deb o'zini berib ketadi asossiz. Va bu yerda tushunib ketishingiz mumkinki, bu bizda logaritm shunchaki 10 asosga teng bo'ladi. Va 10 asos shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yana bitta formati bu bizada agarda logaritm asosida y, bu yerda a bo'lsa. Y nima son? Shunaqa cho'tki savol. Bu bizada 271 degan son. Endi buni qanaqa ishlatishimiz mumkin? Bu yerda ln ko'rinishda kelsa, bu bizada значит logaritm y asosida bo'lar ekan. Ya'ni e number desak bo'ladi. Xo'p, bular format haqida aytib oldik. Endi 4-chisida biz eng asosiy logikani in details ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni biz boshida nimaligini ko'rdik. Endi keling buni in details ko'rib chiqsak. Masalan, bizda logaritm a asosida n a daraja asosida keyin n darajasida, bu yerda b m darajasida bo'lsa, biz buni hozir mana bu ko'rinishda ishlasak bo'ladi. Mana bu m va n ni tashqariga chiqarib olsak bo'ladi. M taqsim n ko'rinishda. Va keyin logaritm a asosida b bo'lib qoladi. Ya'ni mana bu m va n tashqariga chiqarib olsak bo'lar ekan. Va xuddi shu logikada buni ichkariga ham kirgizsak bo'ladi. Ya'ni xohlagan har bitta darsda aytgandek, xohlagan formulani biz ikkala tomonga qarashimiz kerak. Ya'ni mana buni ham, birni ham biza qaytarishimiz mumkin o'zimizga kerak bo'lsa. Qaysidir joyi biza soddalashtirmoqchimizmi? Buni teskariga qaytarsak bo'ladi bir bo'lsa. Va hokazo va hokazo. Shu ko'rinishda biz har doim qilsak bo'ladi. Va endi bu yerdagi logikani ham ikkala tomonga iltimos qarashingizni so'rab qolaman. Ya'ni masalan shunaqa ko'rinishda kelib qolsa, biz buni keyin ichkariga ham kirgizib yuborsak bo'ladi. Обратно, ya'ni logaritm. Endi bu bo'ladi a ni m darajasi, b ni n darajasi ko'rinishida, ya'ni ichkariga buni har bittasini tepadagini tepaga, pastdagini pastga kirgizib qo'yaveramiz. Shu logikada. Xo'p, o'zi bu formula nimadan iborat? O'zi nimani aytyapti bu? Keling buni ko'ramiz. Masalan, bizda aytishsaki, logaritm tak, ikkinchi asosda 32. Boyagini ko'raylik. Buni teng qilamiz. Endi buni keling 2 deb yozamiz. Tepani ham 2 ni asosida yozaylik. 2 ni 5-inchisi deb yozamiz. Bu yerda endi 2 ni 1-inchisi. Endi nima qilamiz? Albatta bularni tashqariga chiqarib olaylik. Bu 5 taqsim 1 bo'lib qoladi bu yerda. Ko'paytirilgan logaritm 2 asosda 2. Endi 2 asosda 2 bu a asosda a edi esingizda bo'lsa. Bu 1 ga teng. Shunchaki 5 taqsim 1 ko'paytirilgan 1 ga va 5 taqsim 1 shunchaki 5 bo'ladi. 1 ga ko'paytirsak ham 5 bo'ladi. Ya'ni esingizda bo'lsa, boshida biz shunchaki ishlayotgandik buni, lekin o'zi aslida nima ishlayotganini bu yerda ko'rib oldik. Ya'ni ikkinchi asosda 32 deb u yoq bu yoq qilib ishlaganimizdan srazu logikasini bu yerda tushuna oldik. Qanaqa ko'rinishda o'zi ishlayapti. Tushunarli bo'ldimi bitta? Endi bu eng asosiy logikasi, shuning uchun ham buni отдельно biz belgilab ketsak ham вообще zo'r bo'lardi. 5-siga qaraydigan bo'lsak, bu bizda agarda qaysidir sonni darajasida logaritm bo'lsa, logaritm bu yerda b bo'ladi, bu yerda c bo'ladi. Biz buni endi joylarini almashtirib yozsak bo'ladi. Mana bu c bilan c ni pastga tushiramiz, a ni tepaga chiqazamiz. Ya'ni bu yerda endi c ni darajasida logaritm b a bo'lib qoladi. Qachon kerak bo'lishi mumkin? Tasavvur qilamiz. Bizda 36 bor va endi bu yerda logaritm 6-asosda 2 bor. Bu yerda hozir 6 ni nechinchi darajasi 2 deb chiqarishimiz qiyin albatta. Endi albatta kalkulyatoringiz bo'lsa bemalol chiqarsangiz bo'ladi, lekin boshqa vaziyatda yo'q. Shuning uchun ham 6 ni tepaga ko'taraylik, 36 ni 2 ni pastga tushiraylik. 2 pastda bo'ladigan bo'lsa, logaritm 6-asosda 36. Endi bu yerda ishlaydigan bo'lsak, 2 bu yerda logaritm 6-asosda 36. 6 qachon bizda 36 ga teng? 2-darajada. Shuning uchun ham bu yerda 2 qoladi. 2 ni kvadrati 4.
Mana shunaqa ko'rinishda buni ishlasak bo'ladi. Xohlagan paytda biz uni joylarini almashtirsak bo'larkan, agarda kerak bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, yana nima ko'rishimiz kerak? Bu albatta bizada hozir logaritmlarni qo'shish, ayirish va hokazo. Va buni albatta endi xossalar yoki bo'lmasam like featuresda bu yerda отдельный bu yerda ko'rib ketishimiz kerak bo'larkan. A, Endi hozirni o'zida nima qilishingiz kerak? Mana shu joy o'zida pauza qilsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam darsni oxirigacha ko'ring. Nimaga desa, aynan homework ham har bitta qism uchun отдельно berilgan bo'ladi. Ya'ni birinchi qism bu oddiy simplification and so on and so on logikani o'zini tushunish. Ikkinchi qismi bu features. Keyingisi bu equations and inequalities bo'ladi. Shuning uchun ham hozirgi qism uchun pauzaga qo'ying, uni ishlab oling. Ozgincha ishlasangiz ham juda zo'r. Menimcha asosiysi hozir praktika qilib tushunib olishingiz kerak. Undan keyin keyingi qismga o'tsangiz bo'lardi. Endi davom etamiz. Xo'p, endi featuresga o'tadigan bo'lsak, agarda bizda ikkita logaritm bo'lsa, tasavvur qilamiz. Birinchisi albatta. Logaritm a asosida b plus yana logaritm a asosida c bo'lsa. Endi bu yerda ko'rib turibsizki, buni asoslari bir xil. Agarda ikkita logaritm asoslari bir xil bo'lib, ularni qo'shadigan bo'lsak, biz uni bitta logaritm ko'rinishida yoza olishimiz mumkin. Ya'ni logaritm a asosida bu yerda b ko'paytirilgan c ko'rinishida. Shunaqa. Va buni teskarisiga ham ishlasak bo'ladi. Ya'ni ikkita ko'paytma bo'ladigan bo'lsa, ularni ajratib olishimiz mumkin. Ya'ni nimadan iborat? Tasavvur qilamiz. Bu yerdagi birinchi oldin buni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Masalan, logaritm ikkinchi asosda, 6-chi asosda qilaylik. Bu yerda 2, endi bu yerda qo'shilgan logaritm ikkinchi asosda 18 qilingan. Buni nima qilsak bo'ladi? Albatta buni qo'shamiz. Logaritm ikkinchi asosda bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 18 yoki bo'lmasam 6, kechirasizlar, bu yerda hozir 6 bo'lishi kerak edi. 6. 6-chi asosda. Endi bularni ko'paytiramiz. Shunchaki 2 ni 18 ga ko'paytirsak, bu yerda 36 bo'ladi. Va endi bu yerdan javobimiz 2 chiqadi. Endi xuddi shu logika teskariga ham qilsak bo'ladi. Qanaqasiga? Xo'p, bitta son o'ylab ko'raylik. Masalan, unaqa qilsak qiyin bo'ladi. Masalan, logaritm 6-chi asosda 72 qilaylik. Yoki bo'lmasam 144 qilaylik. 144 ni biz bilib turamizki, buni hozir mana bunaqa yozib olsak bo'ladi. Logaritm 6-chi asosda 36 ko'paytirilgan 4 qilib olsak bo'ladi, to'g'rimi? Endi buni shunchaki keling ajrata olamiz. Logaritm 6-chi asosda 36 plus logaritm 6-chi asosda tak 4 bo'ladi. Va endi bu yerda mana buni ishlasak bo'ladi. Shunchaki bu 2 plus logaritm 6-chi asosda 4 o'girinishda ham yozib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bizda soddalashtirish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, masalan, sizning javobingiz bunaqa bo'ldimi? Lekin variantda sizda mana bunaqa berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Va bularga ham tayyor bo'lishimiz kerak. Va bunaqa ko'rinishda ham biz srazu logaritmga ajrata olishimiz, qaytara olishimiz kerak. Masalan, 2 chiqdimi? Aha, bu yerda ham 6. Значит, bularni hozir qo'shishim kerak deydigan bo'lsangiz, mana buni o'zini srazu logaritm 6-chi asosda 6 ni kvadrati ko'rinishida buni zamin qilib yuborsangiz bo'ladi. Nimaga buni javobi 2 ligini bilasiz-ku. Tasavvur qiling, bu qismini bilmaysiz siz bungacha ishlaganimizdan. Bu qismdan nimadir olib chiqishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, sonni srazu logaritmga ajratish, qaytara olishni bilishimiz ham kerak bo'ladi. Bu shunchaki shu logikada ishlaydi. Mana shunaqa gaplar. Birinchisini tushundik. Birinchisini keling bunaqa belgilab ham ketsa yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, endi xuddi shu logikada endi albatta bu ayirib bo'ladigan bo'lsa. Masalan, logaritm a asosida b minus logaritm a asosida c. Buni qilishimiz uchun shunchaki bitta logaritm bo'ladi bu a asosida b taqsim c bo'ladi. Shu ko'rinishda. Mana shu. That's it. Nima bo'lishi mumkin? Masalan, logaritm qora desa yaxshi bo'lardi o'zi. Logaritm 6-chi asosda boyagini ishlatamiz yana. 72 minus logaritm 6-chi asosda 2 bo'ladigan bo'lsa, buni endi ishlashimiz oson bo'ladi. Demak, logaritm endi bu 6-chi asosda 72 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsa 36 bo'ladi. Va bu yerdan javobimiz ham 2 chiqadi. That's it. Shu ko'rinishda. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bu ikkinchisi edi.
Tak, endi uchinchisi. Agarda bizada logaritm bo'lsa, bu yerda a asosida b bo'lsa, taqsim logaritm a asosida bu yerda c bo'lsa. Bu yerda ko'rib turibmizki, asoslari bir xil. Ikkita logaritm bo'ladigan bo'lsa. Bu yerda keyin biz bitta logaritm qilib yoza olsak bo'ladi. Logaritm. Endi buni c asosida b qilamiz. Nimaga c? Tepadagi tepaga ketdi, pastdagi pastga tushdi. Ko'rdingiz? Shu ko'rinishda buni ishlatsak bo'ladi. Endi bu qanaqa keysda, use case qanaqa bo'ladi desangiz, hozir ko'ra olasiz. Masalan, logaritm. Ikkinchi asosda yana 36. Yo'q, mayli 36 qilaylik, yana shuni ishlatamiz. Taqsim logaritm ikkinchi asosda 6 qilamiz. Bu yerda asoslari bir xil bo'lgani uchun biz buni bitta logaritm qilib olsak bo'ladi. Logaritm 6-chi asosda 36 qilamiz. Mana bu ikkala choqlavim ketdi. Endi bu yerdan javobimiz yana 2 chiqar ekan. Chiroyli bo'ldimi bittaman? Mana shunaqa ko'rinishda biz featuresni ishlataveramiz. Endi vazifa nimadan iborat? Albatta bu joyda ham pauza qilib, aynan features bo'yicha ham отдельно ishlab olsangiz juda zo'r bo'lardi. Endi eng asosiy va eng sochniy joyga o'tamiz. Bu albatta bizda equations and inequalities. Bu yerda hech nima qolmadi. Davom etamiz. Endi equationsga yoki bo'lmasam tenglamalarga o'tib olsak juda yaxshi bo'lardi. Equationsni tushuntirish uchun men sizga keling bitta shunchaki misol ishlab bersam, ayni muddao bo'ladi. Masalan, logaritm tasavvur qilamiz, bu endi 3-asosda x minus, ну, допустим, 2 qilaylik. Teng bo'lsin mana bu 4 ga. Endi buni ishlashimiz uchun nima qilamiz? Buni albatta mana bu asosiga qarashimiz kerak. Bu asosni endi bu yerga ham beramiz, bu yerga ham beramiz. Endi bular darajada bo'lib qoldi. Logaritmni darajasida ko'rasiz. Endi nima qilishimiz mumkin? Buni albatta hozir joylarini almashtiramiz. Ya'ni bu bilan buni almashtiraylik. Bu bilan o'zi qoladi. Ya'ni bu hozir x minus 2 qavsda va buni darajasi logaritm 3-asosda 3. 3-asosda 3 bu shunchaki 1 ga teng. Uni yozib o'tirishimiz shart emas. Va bu endi teng bo'ladi 3 ning 4-chisiga. X minus 2 teng bo'ladi endi 3 ning 4-chisi 81 edi. Endi bu yerga o'tkazib oladigan bo'lsa, ximiz teng 83 ga. Lekin bitta joyi bor. Bitta joyi bor, qaysiniki biz qarashimiz kerak. Bu bizda domain. Esida bo'lsa, boshida mana bu domainni shunchaki o'tmadik. Nimaga mana bu b katta bo'lishi kerak? Nimaga a bizda 0 dan katta bo'lishi kerak va hokazo. Agarda x qayerdadir keladigan bo'lsa, shulardan bittasi ishlashimiz kerak yoki b ni yoki a ni. Bizda hozir b da keladi va 80% keysda aynan shunda keladi. Agarda pastda bo'ladigan bo'lsa, pastdagilarni ishlashimiz shart. Ya'ni endi x minus 2 bizda katta bo'lishi kerak 0 dan va ximiz katta bo'lishi kerak ekan 2 dan. Bizda shu shartga bu to'g'ri keladigan bo'lsa, bu javob oladigan bo'lsak bo'ladi. To'g'ri kiyimniki ham keys bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Buni hozir keyingisida ko'ramiz. Va qo'shimchasiga bu yerda bitta narsani aytib ketishim kerak. Tasavvur qiling, logaritm 3-asosda masalan x teng bo'lyapti sizda logaritm 3-asosda masalan 2 ga. Bunaqa keysda ikkita logaritm bir-biriga teng bo'lib, bir-birini nima desa bo'ladi, asoslari bir xil bo'ldimi? Mana bu joyini qisqartirib ketib, shunchaki x teng 2 ga deb ishlab ketsak ham bo'ladi. Lekin albatta ximiz katta bo'lishi kerak 0 dan deb yozib ketishimiz kerak. Endi x degani bu slishkam soddalashtirdi. Masalan, bu x minus 3, x minus 5 va hokazo bo'lishi mumkin edi o'zi aslida. Lekin asosiy logika, agarda ikkita logaritm bir xil, asoslari bir xil bo'lsa, ularni tenglashtira oladigan bo'lsa, shunchaki logaritm o'zini qisqartirib, body qismini birga ishlasak bo'ladi. Endi sal qiyinroq versiyasini ko'rsak. Logaritm endi ikkinchi asosda x minus 5 bu yerda plus logaritm ikkinchi asosda x plus 2 bu teng bo'ladi endi 3 ga. Bu yerda birinchi ocharda biz nima qilishimiz kerak? Albatta bularni tagiga chizib olaylik. Nima esa bu body qismi ikkita logaritm, ikkalasiga ham biz hozir nima desa bo'ladi? Domain olib olishimiz kerak. X minus 5 katta 0 dan va x plus 2 ham bizda katta 0 dan deb yozib olishimiz kerak. Mana buni sistema ko'rinishida ishlashimiz kerak. Nima desa, ikkita bizda requirement bor. Ikkalasiga ham to'g'ri keladigan bitta requirement olib chiqishimiz kerak. Ya'ni simultaneous inequality so'zni ma'nosi ham shunday deysizda biz. Va shu ko'rinishda ximiz endi katta bo'ladi 5 dan, endi
ximiz katta bo'lishi kerak endi -2 dan. Shu ko'rinishda. A, endi buni chiza oladigan bo'lsak, juda yaxshi bo'lardi. -2 dan aytyapti, bizada kattasi kerak deydi. 5 dan ham aytyapti, bizada kattasi kerak deydi. Va bizada bitta requirement o'zi yutib chiqyapti, u ham bizada x katta bo'lishi kerak 5 dan degan. Va endi bu bizada main domain bo'ladi. Bizani hozirgi nima desa bo'ladi? Savolimizda. Va aynan shunga biza qarashimiz kerak. Shundan biza javoblarimizni tekshira olishimiz kerak. Endi buni keling soddalashtirib chiqsak. Bu yerda logaritm ikkinchi asosda bularni endi qo'shamiz. Qo'shganimizda ko'paytirardi esingizda bo'lsa. Shu sababdan bu x kvadrat plus 2x minus 5x minus 10 bo'ldi. Va endi bu teng bo'ldi 3 ga. Endi 2 ni bu yerga beramiz, bu yerga ham beramiz. Va bu yerda hozir x kvadrat minus 3x minus 10 teng bo'ldi 2 ning uchinchisiga 8 ga. Endi x kvadratimiz minus 3x minus 18 ga teng 0 ga. Bu yerda ikkita javobimiz sразу chiqib keladi. x1imiz teng bo'ladi minus 3 ga. Va x2imiz teng bo'ladi shunchaki 6 ga. Shu ko'rinishda. Endi bu yerda boyagi requirementimiz bor edi. Yana buni bu yerga tashlaymiz. Bu requirementga qaysi biri to'g'ri keladi? 5 dan katta bo'lishi uchun bu to'g'ri keladi. Lekin bu to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham buni olmaymiz. Faqat oladigan javobimiz x teng bo'lishi 6 ga. That's it. Faqat shuni o'zini olamiz. Va shunaqa ko'rinishda o'zi biza logarithmic tenglamalarni yoki logarithmic equations ishlashimiz kerak. Lekin eng asosiysi unutmaydigan narsamiz bu albatta bizadagi aniqlanish sohasi bo'lishi kerak yoki bo'lmasam domain. Domain esdan chiqsa hammasi bir teng bo'ladi. Shuning uchun ham eng birinchi o'chirda shunday ishlashimiz kerak. Endi sizda savol bo'ladi, qachon men domainni o'zi olishim kerak? Qachon domainni tekshirishim kerak? Bu bizada первоначальный versiyasida. Ya'ni misolni o'zi qanaqa ko'rinishda sizga berildimi, shuni o'zidan domainni olsangiz, bu ancha-muncha oson bo'ladi. Demak, hozir bu yerda bunaqa qiladigan bo'lsak, bu bilan keyin 18 bilan mana bu aralashib ketishi mumkin. Atak o'zini ham ishlasak bo'ladimi? Bo'ladi. But still it's better to work from this one. Shu sababdan aynan buni ishlaganimiz ancha-muncha yaxshiroq va osonroq bo'ladi. Equations bo'yicha shular. Endi keling inequalitiesga o'tamiz va inequalitiesni ham hozir bu yerda ko'rib chiqamiz. Inequalitiesni ham eng asosiy qismi bu bizda albatta domain. Agarda domainni bilmaydigan bo'lsangiz, sizda katta muammolar bo'ladi. Endi buni ham albatta keling bitta misol bilan ishlaydigan bo'lsak, masalan, logaritm 3-asosda x minus 2 kichik yoki teng 4 dan. Buni ham ishlashimiz boyaga o'xshagan, aynan equationsga o'xshagan. Asosini bu yerga beramiz, bu yerga beramiz. Endi shuni ishlasak bo'ldi. Va bu yerda x minus 2 kichik yoki teng 3/4-81 dan shunchaki. Va endi ximiz kichik yoki teng bo'lishi kerak 83 dan. Endi bu yerda lekin bizada nima bo'ladi? Albatta, tak. Bizada domainni ko'rishimiz kerak. X minus 2 katta bo'lishi kerak endi 0 dan. Ximiz katta bo'lishi kerak ekan 2 dan. Endi bizada ikkita shartimiz bor. Ikkita shartimizni endi line graphda ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Va endi bu yerda masalan 2 dan katta deydi. Lekin 83 ni bo'yab qo'yamiz. Esingizda bo'lsa inequalities darsimizda bu yerni ham o'tdik. Shu ko'rinishda. Endi ximiz tegishli bo'ladi. Aynan 2 dan 83 gacha. Shu ko'rinishda biz buni ishlashimiz kerak. Ya'ni domain bizda har doim bo'lishi kerak. Bo'lmasam sizda faqat bitta qismli bo'lib qoladi. 83 dan ketdi minus -gacha. U xato bo'ladi. Nima desa o'zini, nima desa bo'ladi, chegaralarini bilish kerak bu narsa. Shuning uchun ham chegaralarni har doim birinchidan sразу qarab, birinchi versiyasidan qarab bu yerda yozib olishimiz kerak bo'ladi. Bu bizada oson versiyasi. Oson, juda oson versiyasi. Lekin do'stlar, hammasi ham bunaqa oson emas. Shuning uchun ham hozir biz ikkita outcome ko'rib chiqamiz, qaysindagi biza qanaqa ishlashimiz kerak. Hozir biz ko'rganimiz o'zi aslida birinchisiga to'g'ri keladi. Ya'ni standart bo'yicha. Ya'ni oddiy equations ishlaganda ishlayveramiz. Lekin bunga bizda omadimiz kelib qoldi, nima desa birinchi standartga tushdi. Bu standartlarni ko'rib chiqaylik. Agarda bizda asos birdan katta bo'lsa, biz shunchaki bu b katta a ni c darajasidan ko'rinishda ishlab ketaveramiz. Nimaga a ni c darajasi? Nima desa a ni bu yerga ham beramiz, bu yerga ham beramiz. Buni tushundingiz. Ikkinchisi, agarda a bizada kichik bo'lsa 1 dan, but still a bizada katta bo'lsa 0 dan. Ya'ni 0 va 1 orasi. 0 va 1 orasi degani bu bizada oddiy kasr, ya'ni 1/3, 1/2, 2/3 va hokazo. Ya'ni bizada to'g'ri oddiy kasr. To'g'ri kasrni bilasiz, qachonki uni numerator yoki bo'lmasam surati bizada denominatordan kichik bo'lishi, ya'ni mahrajdan.
Buni tushundingiz. Agarda bunaqa keysda bo'ladigan bo'lsa, hozir bizda katta bo'lgan narsa bu yerda teskari bo'lib tushadi. Ya'ni endi bu tak keling, masalan, 1 bizda endi kichik bo'lishi kerak a ni c darajasida. Ya'ni bizda katta bo'lgan narsa bu yerda kichik bo'ladi, kichik bo'lsa bu yerda katta bo'ladi. Agarda katta yoki teng bo'lsa bu yerda endi kichik yoki teng bo'ladi va hokazo. Shu logikada buni ishlab ketaveramiz. Shu narsani tushuna olishimiz kerak eng asosiy. Ya'ni teskari bo'ladi. Bu yerdan farq qilib, bu yerda teskari bo'ladi, ko'rasiz. Okay. Bu bizada ikki xil keys va biza boya ishlaganimiz aynan birinchisiga to'g'ri keldi. Endi tasavvur qiling, xuddi shu ko'rinishda boshqacha bo'lgan edi. Masalan, logaritm 1 taqsim 3 asosda bu yerda x minus 3 endi katta bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, minus 2 dan. 1 taqsim 3 bu yerga beramiz, 1 taqsim 3 bu yerga ham beramiz. Bu yerda x minus 3 bo'ladi. Lekin endi bu yerda 1 taqsim 3 bo'lgani uchun, u 0 va 1 orasida bo'lgani uchun, buni endi kichik qilamiz. 1 taqsim 3 minus 2-si. Bu bizda shunchaki 9 bo'ladi. Va endi ximiz tak kichik bo'lishi kerak ekan. Shunda 12 dan. Bu bizda birinchi shart. Ikkinchi shartimiz x minus 3 katta bo'lishi kerak 0 dan. Bu shunchaki nimadan oldim? Albatta bu yerdagi domaindan oldim va ximiz katta bo'lishi kerak 3 dan. Endi ikkalasini birlashtirib javob yozamiz. Ximiz tegishli bo'lishi kerak. Shunda 3 dan 12 gacha bo'lar ekan. Mana bu javobimiz. Bu boyagi ko'rinishda. Endi bundan ham qiyinroq bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Next level. Next level endi bu albatta featuresni biz combine qiladigan bo'lsak, aynan boyagi negative yoki bo'lmasam bunaqa ikkinchi keysga va bu yerda endi ancha muncha action bo'ladi. Buni hozir keling birga ko'rib chiqamiz. Ana endi bu misolni ko'rib chiqsak juda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. 1 taqsim 3 u yoq bu yoq qilishgan, lekin undan oldin eng asosiysi biz albatta domenni ko'rib olishimiz kerak. Ximiz katta bo'lishi kerak ekan bu yerda 2 da, 12 minus x ham bizda katta bo'lishi kerak 0 dan yoki bo'lmasam ximiz endi kichik bo'lishi kerak 12 dan. Bizda ikkita shartda o'zi sразу bor. 2 dan 12 gacha. Okay. Endi buni ishlaydigan bo'lsak, logaritm 1 taqsim 3-asosda bu yerda endi ko'paytirishni boshlasak, 12x minus tak x kvadrat minus 24 va plus 2x ko'rinishida. Endi bu katta yoki teng minus 2 dan. Endi 1 taqsim 3 bu yerga beramiz, 1 taqsim 3 bu yerga beramiz. Bu yerda hozir soddalashtiradigan bo'lsak minus x kvadrat tak 12x plus 2x plus 14x va endi minus 24 ga. Endi bu yerda hozir bizga katta yoki teng edi, endi kichik yoki teng bo'lib qoladi. Demak, 1 taqsim 3 bo'lgani uchun. 1 taqsim 3 minus 2-si bizda 9 bo'ladi. Endi nima qilishimiz mumkin? Minus x kvadrat plus 14x minus 33 kichik yoki teng 0 dan. Lekin endi bu yerda sizda bo'lsa quadratic inequalitiesda o'tganimizdek, oldidagi minus olib tashlashimiz kerak. Shuning uchun ham x kvadrat tak minus 14x plus 33 katta yoki teng 0 dan. Endi bu yerda x1 va x2 ni topsa, x1imiz bizda adashmasam hozir 3, x2imiz adashmasam bu yerda endi 11 ga teng bo'ladi. Ikkita javobimiz bor, lekin bu endi quadratic inequalities bo'lgani uchun number line ni tashlaymiz va bu yerda endi aynan nimadan ishlaymiz? Tak. 3 dan 11 gacha intervallar asosida ishlaymiz. 2, 3. Plus, minus, plus. Bizga nimalar kerak? Aynan pluslar kerak. Lekin pluslarni ko'p bo'yasak bo'ladi, lekin undan oldin bizda tepadagi shartlarimiz bor edi. Shartlarimiz shundan iborat edi esingizda bo'lsa. Ximiz katta bo'lishi kerak 2 dan. Ya'ni keling, ikkalasini ham bularga olsak. Ximiz katta bo'lishi kerak 2 dan. 2 ni bu yerda belgilaymiz. Opa. Va endi 12 dan bu yerda kichik bo'lishi kerak ekan. Shuning uchun 12 dan bu yerga qo'yamiz. Endi bularni keling javoblarini ham bo'yab chiqsak. Aynan 2 dan 3 gacha, 11 dan bu yerda 12 gacha bo'ladi. Aynan shunaqa ko'rinishda. Endi javoblarni yoza olsak. Ximiz tegishli bo'ladi 2 dan 3 gacha. 3 included nima desa, bu yerda bo'yalgan edi esingizda bo'lsa. Ya'ni buni ulaveramiz connecting 11 dan 12 gacha. Mana shunaqa ko'rinishda javob bo'ladi. Va bu aynan boyagi bizdagi shartlarimiz, qo'shimcha shartlarimiz paydo bo'lgani uchun shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bo'lmasa interval qilib ishlab qo'yaverardik. Lekin har bitta
nima desa bo'ladi, logarithmic inequalitiesda bizda qo'shimcha shart bo'ladi. Agarda qo'shimcha shart bo'lmasa, значит siz nimanidir xato qildingiz. Shuning uchun bitta yana bir tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Va shunaqa gaplar do'stlar. Shu bilan bizni darsimizni shunaqa 4 qism deb aytsa bo'ladi, 3 qism. Birinchisi albatta logika ko'rib oldik, keyin featuresni ko'rib oldik, xossalarni qanaqa formulalar, qanaqa ko'rinishda biz bilan soddalashtirishimiz mumkinligini. Keyin albatta equations ishlaydigan biz usulimizni o'rganib oldik va endi inequalitiesni ham ko'rib chiqdik. Inequalitiesda ham har xil levelini ko'rib chiqdik. Va inequalitiesda juda muhim joyi aynan bu joy. Nima desa, bu yerda aynan bizdagi eng main sign hamma narsani hal qiladi. Va that's it. Va shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat deb qolaman. Hamma misollar, hamma notes, hammasi kanalda bo'ladi. Hammasini vaqtida ishlab, vaqtida topshiring. Keyingi darsda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Mana darsimizni ham ko'rib bo'ldingiz. Sizga darsim yoqdi degan umiddaman. Va agarda savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirsangiz bo'ladi. Aytganimdek, hamma misol va albatta formulalarni men kanalimga yuklab qo'yaman. Va qo'shimchasiga aytishim kerakki, agarda siz Westminsterni o'ziga yoki bo'lmasam litseyga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bizda siz uchun maxsus Maspro dasturi ishlab chiqilgan. Ya'ni u imенно Westminsterga xohlagan darajadan kirishga va grantga kirishga ham yordam beradi. Agar kursimiz haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda havola bor. Shundan o'tib, ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.